Assalomu alaykum. Bu mutolaa tahlili loyihasi. Ushbu ikkinchi videomizda biz Farangiyit bo'yicha 451-daraja kitobi haqida gaplashamiz. Bu kitob haqida hozir ozgina ma'lumot berib o'taman va undan keyin kitobda nimalar bo'lgani haqida gaplashamiz. Tushunishinglar uchun ushbu kitob o'tmishda yozilgan kelajak haqida. Ya'ni 2022-yil kelajagimiz qanday bo'lishi haqida yozilgan. Ushbu kitobdan keyin nimaga siz kitob o'qishingiz kerakligini tushunib yetasiz. Endi kitob tahliliga o'tsak. Kitobda asosiy qahramonimizning ismi Montek. U o't o'chiruvchi bo'lib ishlaydi. Faqat u kelajakda, ya'ni bizning kelajagimizda o't o'chiruvchilar olovni o'chirishmaydi, balki olovni hosil qilishadi. Ya'ni kimki kitob o'qiydigan bo'lsa, uning uyi va o'qigan kitoblari yoqib yuboriladi va o'zi zindonband qilinadi. Biz o'sha davrda kitob o'qishimiz qonunan taqiqlangan bo'ladi. Montekning kuni deyarli har doim bir xil o'tar. Har kuni ishga borar, ishga kelar. Hech kim kitob o'qimas, hech kimning uyida olov chiqazmasdi. Kunlardan bir kuni u yo'lda bitta qizni uchratib qoladi. U qiz shunaqangi chiroyli bo'ladiki, oy nurida uning ko'zlari, tishlari, yuzlari oppoq tusga kirar. Uning gaplari juda shirin bo'ladi. Montek shu payt biladiki, u qiz Montekning yangi qo'shnisi bo'lib chiqadi. Shundan keyin ular uyiga gaplashib ketishadi. Montek u qiz bilan gaplashgandan keyin kitob o'qishga qiziqib qoladi. Aslida kitob o'qigan insonlarni jazolaydigan shaxs kitob o'qishga qiziqib qoladi. Ya'ni Montek. Shundan keyin bog'da bitta inson kitob o'qib o'tirganini ko'radi va uni oldiga borib kitob o'qiyotgani haqida aytadi. Kitob o'qiyotgan inson esa yoshi katta bobo edi. Bobo Montek aytgan gaplarni rad qiladi. Men kitob o'qimayotgandim deb o'zini oqlaydi. Shundan keyin Montek undan kitob o'qishni o'rgatishini iltimos qilib so'raydi. Lekin bobo rad javobini beradi. Sababi Montekdan har doim kerosin hidi kelib turardi va buning natijasida hamma biladiki, uning kasbi o't o'chiruvchilik. Shundan keyin u boboni ketidan bildirmasdan kuzatib boradi va uyini topgach, eshigini taqillatadi. Eshikni bobo ochadi va bobodan kitob qanday o'qilishini yolvorib so'raydi. U haqiqatan ham qiziqayotgandi. Bobo undan keyin unga kitob o'qishni o'rgatadi. Montek ba'zida boboga kitob o'qib berar, ba'zi kunlari yotoqda ayoli uxlaganidan keyin yashirincha kitob o'qir edi. Oradan bir nechta hafta o'tgach, Montek ayoliga kitob o'qiyotgani haqida aytadi va ular janjallashishadi. Ayoli unga nimalar qilib qo'yganligi haqida va kitob o'qish mumkin emasligini eslatadi. Undan keyin Montek tinchlanadi va ayolini ham tinchlantiradi. Montek kunlardan bir kuni biladiki, uning kitoblari sekin-asta yo'q bo'lib ketar. Uning ayoli sekin-asta kitoblarni yo'q qilar edi. U shundan keyin qolgan kitoblarni bog'iga yashirib qo'ygandi. Undan keyin Montek ishdan charchab keladi va uyga kelganda ayolining o'rtoqlari, ya'ni dugonalari bilan televizor ko'rishayotgandi. Shu payt Montek keladi-da, ayolining dugonalariga kitob o'qiyotganligi haqida aytadi va ularga taklif beradiki, o'qigan kitoblari haqida ularga aytib berishni aytadi. Va shundan keyin ayoli nima qilyapsan deb unga baqiradi. Lekin ayolning dugonalari Montekni tinglashni xohlashadi va dugonasiga qo'ysangchi, Montekni aytib bergisi kelyapti. Xo'p, biz eshita qolaylik dedi. Shundan keyin Montek o'qigan kitoblari haqida miriqib aytib beradi va kech bo'lgach dugonalari o'z uyiga ketishadi. Va shundan keyin Montek endi uxlashga yotganida shoshilinch ishga chaqirishadi. Kimdir kitob o'qiganligi haqida xabar topishgandi. Shunda Montek shoshilib ishga boradi. Kiyimlarini kiyib tayyorlanib mashinaga o'tirishadi va mashinada Montek qay ko'zlar bilan ko'rsinki, o'zining uyini oldiga to'xtaydi. Shunda uning ayoli AirPods'da musiqani eshitganicha o'zini erini hurmatsizlik qilib, unga qaramasdan taksida ketib qoladi. Shunda boshqa ishchilar uyini yoqishni boshlashardi. Montek esa asta-sekinlik bilan bog'ga yashirgan kitoblarini olib, o'zini do'stiga, eng yaqin do'stini uyiga qochib ketadi. O'rtog'ining uyiga borgach, o'rtog'i aytadiki, sen kitoblarni shu yerda tashlab ket. Bu anchagina xavfli. Hozir sen borishing kerak bo'lgan joy temir yo'ldan to'g'ri pastga qarab ketish. U yerda oldin kitob o'qigan va senga o'xshab kitob o'qishga qiziqib, shahardan qochib ketganlar bor. Sen ularni top va ular bilan birga yashashni davom qilsang bo'ladi. Agarda bu yerga keladigan bo'lsang, seni zindonband qilishadi, deydi. Uning o'rtog'i o'ziga kattagina mas'uliyatni olgandi. Sababi uning uyiga hamma kitoblarni tashlab ketgandi. Montek o'rtog'ining aytganini qilib, temir yo'ldan pastga qarab ketadi va temir yo'ldan pastga qarab borayotganida u o'ziga o'xshash insonlarni uchratadi va ular aytishadiki, "Ha,
"Keldingmi, Montek?" deb kutib olishadi. Shunda Montek hayron qoladi. Ular men ismimni qanday bilishdi deb. Ular aytishadiki, "Qara, hozir seni tutishadi" deb televizorni ko'rsatishadi. Televizorda shu narsalar ko'rsatilayotgandiki, qaysidir ko'chada aylanib yurgan Montekka o'xshash insonni tepadan olingan kadrlardan shunchaki militsiya xodimlari kelib ushlab ketishardi. U begunoh inson shunchaki zindonband qilinib ketdi. Montek, agarda senga o'xshagan insonni qamashmaganida, butun shaharliklar men ham kitob o'qib qochib ketishim mumkin degan xayolga borishadi va shu sababdan begunoh inson zindonband qilindi deb aytadi. Kun ham ancha kech bo'lib qolgandi. Ular o'zlari o'qigan kitoblari haqida suhbatlashishgandi va bilmasdan uxlab qolishdi. Ertalab Montek uyg'ondi. U qumda, sohil bo'yida yotgandi. Shaharga qarab turardi. Shu payti tepadan asteroid, ya'ni kosmosdan tosh shaharga uchib kelayotgandi. Shunda Montek sohildan shaharni kuzatib turadi. Montekning xayolida faqatgina uning ayoli, ya'ni unga xiyonat qilib ketgan ayoli ko'z oldiga kelardi. Shu bilan asteroid yerga uriladi va u yerdagi hamma inson o'lib ketadi. Kitob shu bilan tugadi. Bu kitob boshqa kitoblarni o'qishimga sababchi bo'ldi deb ayta olaman. Agarda ushbu kitobni o'qimaganimda, boshqa kitoblarga bunchalik qiziqish bilan o'zim xohlab o'qimagan bo'lardim. Bu kitobdan olgan insaytlarim. Birinchisi, ilmsizlik bu sizni zulmat tomonga olib boradi. Ikkinchisi, agar siz bilimsiz bo'lsangiz, davlat sizni shunchalik oson boshqaradi. Ba'zida davlatning o'zi sizni bilimsiz qilishga harakat qiladi. Shuning uchun bilimsiz bo'lmasligingiz kerak. Davlatga shunchaki qo'l bo'lib bermasligingiz kerak. Uchinchisi esa baxt bu erkin fikrlay olishdi. Montek kitob o'qishni boshlagandan keyin erkin fikrlay oladi. Shaxsiy fikrga ega bo'ladi va ushbu xislatlardan keyin kitob o'qishni boshlagandan keyin o'zini baxtli his qilishni boshlaydi. Maslahatim bu kitobni oxirigacha o'qib chiqing. Bu kitobdan keyin siz ta'sirli gapirishni, o'z maqsadingiz yo'lida boshqalarni boshqarishni o'rganasiz. Shu bilan ushbu videomiz o'z nihoyasiga yetdi. Agar video foydali bo'lgan bo'lsa, xursandmiz, obuna bo'ling.